Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Vashington bilan kelishuv tuzishga qiziqish bildirayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Kommersant nashri xabar bergan. Menimcha, ular kelishuv tuzishni juda qat'iy xohlayapti. Men bu borada to'liq ochiqman. Biz ular bilan muloqotdamiz va jarayonni boshladik, dedi Tramp. Eronning BMTdagi doimiy vakolatxonasi esa Trampning bu bayonotlarini sharhlashdan bosh tortdi. Bundan avval xabar qilingandek, Tehron muzokaralarga faqat Washington o'z yondashuvini o'zgartirgan taqdirdagina tayyor bo'lishini aytgan. Eron o'z yadroviy dasturini maksimal darajada ochiq qilishga tayyor, ammo bu AQSh tomonidan sanksiyalarni bekor qilish sharti bilan amalga oshirilishi mumkinligi ta'kidlangan. Sankt-Peterburgda 2026-yilda mehnat migrantlari uchun patent narxi 6.000 rubldan 8.000 rublgacha ko'tariladi. Bu haqda TASS shahar parlamenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Peterburg parlamentining byudjet va moliya qo'mitasi shahar gubernatori taklif qilgan mehnat bozorining mintaqaviy xususiyatlarini inobatga oluvchi koeffitsiyentini oshirish haqidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Bu koeffitsiyent patent, ya'ni mehnat migrantlari uchun belgilanadigan oldindan to'lanadigan qat'iy to'lov miqdorini Rossiyaning har bir hududi sharoitidan kelib chiqib tartibga solish imkonini beradi, deyiladi xabarda. Loyiha mualliflarining ta'kidlashicha, taklif etilayotgan o'zgarishlar Peterburg byudjetiga kamida 11 milliard rubl tushirish imkonini beradi. Shu bilan birga Leningrad viloyati ham xorijlik ishchi migrantlar uchun patent narxini 8.000 rublga yetkazishni rejalashtirmoqda. Eslatib o'tish joiz, Sankt-Peterburgda patent narxi 2018-yildan beri shaharning umumiy maosh darajasiga mutanosib ravishda bosqichma-bosqich oshib kelinmoqda. AQSh prezidenti ma'muriyati Yevropa ittifoqchilari va Kiyev bilan Ukrainadagi urushni barqaror hal etish bo'yicha yangi rejani muhokama qila boshladi. Reja Amerika tomonidan ishlab chiqilmoqda va Rossiya bilan olib borilayotgan maslahatlashuvlar bilan uyg'unlikda amalga oshirilyapti. Bu haqda Axios xabar qilmoqda. Nomi oshkor etilmagan amerikalik amaldorning aytishicha, Washington Yevropa davlatlari va Kiyevning ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashini ta'minlash imkoniyatiga ishonmoqda. Biz bu reja uchun ayni vaqtda maqbul deb hisoblaymiz. Ikki tomon ham amaliy va real yondashuv namoyish etish kerak, degan amaldor. Ma'lum qilinishicha, AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Wojtkov ushbu masalada Rossiya prezidentining maxsus vakili Kirill Dmitriyev bilan maslahatlar o'tkazmoqda. Reja 4 asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: Ukrainada tinchlikka erishish, xavfsizlik kafolatlari, Yevropada xavfsizlikni ta'minlash hamda AQShning Rossiya va Ukraina bilan kelgusidagi munosabatlari. Qo'shma Shtatlarning NATOdagi doimiy vakili Matthew Whitaker Yevropa davlatlarini Rossiyaga nisbatan tajovuzkorroq pozitsiyani egallashga chaqirdi. U AQShning Yevropa ittifoqchilari Ukrainaning harbiy xarajatlarini qoplash uchun muzlatilgan Rossiya aktivlaridan foydalanish rejalarini amalga oshirishni boshlashlari kerakligini ta'kidladi. Whitakerning ta'kidlashicha, bu choralar keyingi bir necha yil davomida Kiyevni moliyalashtirishda muhim qadam bo'ladi. Menimcha, bu yangi bosqichni yanada tajovuzkor Yevropani anglatadi. Ular uchun dadil harakat qilish vaqti keldi, deydi diplomat. Politico nashri avvalroq Belgiya nima bo'lganini tafsilotlarini bilmaguncha muzlatilgan Rossiya aktivlaridan foydalanishni ma'qullamasligi haqida xabar bergan edi. Mamlakat rahbariyati Yevropa ittifoqini potensial xavflarni baham ko'rishga undashda davom etmoqda. The Insider ma'lumotlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Tramp bilan uchrashuvda AQShga $1 trillion investitsiyalar kiritishga va'da bergan. AQSh prezidenti Donald Tramp Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi Muhammad bin Salman Al Saudni Oq uyda qabul qildi. Bu 2018-yildan beri shahzodaning Qo'shma Shtatlarga birinchi tashrifi bo'lib, o'sha yili Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida The Washington Post jurnalisti Jamal Qoshiqchi o'ldirilgan edi. AQSh maxsus xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, ushbu qotillikni aynan shahzoda Muhammad bin Salmon buyurtma qilgan, deya yozmoqda nashr. Donald Tramp va Muhammad bin Salmon uchrashuvda o'tkazilgan matbuot anjumanda jurnalistlardan biri Qoshiqchining o'ldirilishi haqida savol bergan. U bu haqda hech narsa bilmaydi. Bizning mehmonimizni bunday savollar bilan qiynamang, degan Tramp. Bundan tashqari, Tramp AQSh Saudiyadan $600 milliard sarmoya kutayotganini aytgan. Shahzoda esa investitsiya paketini deyarli $1 trillion gacha oshirishga va'da qilgan. Bu miqdor Saudiyaning 1 yillik yalpi ichki mahsulotiga tengdir. Bundan tashqari, Tramp Saudiya Arabistoniga F-35 qiruvchi samolyotlarini sotishga tayyorligini e'lon qildi. Bu qachon amalga oshirilishi va qancha samolyot yetkazib berilishi haqida ma'lumotlar ochiqlanmagan. Bizda hozircha shular. Kuzatib borishda davom eting.